Minecraft haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Minecraft o'yini Markus Persson tomonidan 6 kunda yaratilgan. O'yin ilk marta 2009-yilda chiqarilgan. O'yinning boshlang'ich nomi Cave Game, ya'ni g'or o'yini deb nomlangan. Microsoft kompaniyasi 2014-yilda Minecraftni 2,5 milliard dollarga sotib olgan. Minecraft dunyosi taxminan 4 milliard kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Bu degani yer yuzidan 8 baravar kattaroq. O'yin Legoga o'xshash dizaynda bo'lgani uchun mashhur bo'lib ketgan. O'yindagi Creeper aslida noto'g'ri kodlangan cho'chqa modeli bo'lgan. Creeperlar suvda portlamaydi. Creeperni chaqmoq ursa, portlashi yanada kuchayadi. Uning boshqa moblardan farqi o'zidan suyak qoldirmaydi. O'yindagi asosiy qahramon Steve deb ataladi. I am Steve. YouTube kanalingizni keskin rivojlantirishni xohlaysizmi? Unda bizning Vegeta Private yopiq kanalimizga qo'shiling. Ushbu kanalda sizni kanal ochish uchun tayyor yo'nalishlar, monetizatsiyasiz pul ishlash yo'llari, YouTube bo'yicha maslahat va sirlar, YouTube haqida so'nggi yangiliklar, montaj uchun materiallar va yana ko'plab eksklyuziv ma'lumot va kontentlar kutmoqda. Kanalga qo'shilish oyiga atiga 99 ming so'm. Shoshiling, yopiq kanalda joylar atiga 100 dona. Murojaat uchun Telegram manzil video ostida. O'yinda jami 1500 tadan ortiq turli xil bloklar mavjud. Eltra yordamida o'yinda uchib yurish mumkin. Suv va lava to'qnashsa toshli blok hosil bo'ladi. Yashil bo'yoq olish uchun kaktus pishirish kerak. Oltin olma joningizni tezda tiklaydi. Minecraft dunyosi cheksiz emas. Lavaga to'kilgan narsalar shunchaki yo'qoladi. Qishloq aholisi kechasi o'zlarining uylariga qaytishadi. O'yindagi barcha hayvonlar ozuqaga reaksiya qiladi. Minecraftda har bir kun 20 daqiqaga teng. Minecraftning mobil versiyasi 2011-yilda chiqarilgan. Minecraft dunyodagi eng ko'p sotilgan o'yin hisoblanadi. Minecraftning RTX grafikasi juda realistik ko'rinishga ega. Minecraftda dunyodagi katta virtual qurilishlar qilingan. U Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan o'yinlardan biri. Minecraftning sun'iy intellekt versiyasi ham chiqarildi. Qishloq aholisi bilan savdo qilib, qimmatbaho narsalar olish mumkin. O'yindagi bolta qilichdan ko'ra kuchliroq hisoblanadi. Minecraftni yutish uchun Ender Dragonni o'ldirish kerak bo'ladi. Minecraftning maxsus Xitoy versiyasi ham mavjud. Qishloq aholisi o'ziga kasb tanlash xususiyatiga ega. O'yinga har yangilanishda yangi hayvonlar qo'shiladi. Minecraft Yaponiyada o'quv jarayonida muhandislik va dizaynni o'rgatishda foydalaniladi. Bedrockni oddiy rejimda buzib bo'lmaydi. Bedrockni faqat kreativ rejimda yo'q qilish mumkin. Suv Minecraft dunyosining 60% dan ortig'ini tashkil qiladi. Jungli qasr ichida yashirin xazina bor, lekin uni topish qiyin. Minecraftda jami 70 dan ortiq turli moblar mavjud. Minecraftdagi har bir blok o'lchami 1 metr kvadrat hisoblanadi. Qorli golemlar o'yinchilar tomonidan yaratilgan birinchi himoya mobidir. Minecraftda qum tortish kuchi qonuniga amal qiladi va yiqilib tushadi. Ko'mir va yog'och pechda bir xil vaqt yonadi. Yomg'ir paytida baliq ovlash imkoniyati oshadi. Bo'rilar o'yinda o'yinchi bilan sodiq hamroh bo'lishi mumkin. O'yin birinchi marta Java dasturlash tilida yozilgan. Minecraftning mobil versiyasi Pocket Edition deb ataladi. O'yindagi har bir dunyo tasodifiy yaraladi. Obsidian blok faqat olmos kirka bilan qaziladi. Minecraftdagi vaqt o'tish tezligi real hayotdan 72 baravar tezroq. Olmalar yordamida ot jonini ko'paytirish mumkin. Slime bloklari sakrash uchun ishlatiladi. Sandiq olovda yonmaydi. Oltin asboblar eng tez, lekin nozik bo'ladi. Olmos asboblar eng kuchli hisoblanadi. Creeperni qo'li bo'lmasa ham novvondan chiqoladi. O'yinda baliq ovlash orqali qimmatbaho narsalar topish mumkin. Lava cheksiz yonish manbai hisoblanadi. Qovoq shlem sifatida kiyilsa, Enderman sizga hujum qilmaydi. O'yinda tortni qaytarib olish mumkin emas. To'tiqushlar musiqaga raqs tushadi. Qorli golem dushmanlarga qor to'plarini otadi. Kaktusga istalgan narsa tashlanganda u yo'q bo'lib qoladi. Chaqmoqli havoda kunduzi uxlash ham mumkin. Spider kechasi agressiv, kunduzi esa tinch bo'ladi. Delfinlar sizga xazina topishga yordam beradi. Varden o'z ko'zlari bilan emas, tovush orqali sizni topadi. O'rgimchaklar devorlarga chiqishi mumkin. Mushuklar creeperlardan himoya qiladi. Endermanni suvga tushirish orqali yo'q qilish mumkin. Bo'rilar creeperlarga hujum qilmaydi. Bambuk eng tez o'suvchi o'simlik hisoblanadi. O'yinni kreativ rejimda o'ynab, cheksiz resurslarga ega bo'lish mumkin. Panda faqat bambuk o'simliklar yaqinida paydo bo'ladi. Minecraft 50 tadan ortiq tilga tarjima qilingan. Minecraft Lego kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlaydi.
Minecraftda tulki bollari juda kichikligi uchun suvda suzolmaydi. Minecraftda temirlar orqali 30 tadan ortiq buyumlar yasash mumkin. Golemga temir berish orqali uning jonini tiklasa bo'ladi. Agarda hayvonlar olovdan o'lib qolsa, pishgan go'shtga aylanib qoladi. Minecraftni PlayStation 1 va 2 da o'ynab bo'lmaydi. Minecraftda shaderlar ishlatish orqali atmosferani o'zgartirish mumkin. PewDiePie va MrBeast o'z faoliyatini Minecraft videolar bilan boshlagan. 2025-yilda Minecraft haqida badiiy film premyera qilinadi. Hozircha uning treyleri YouTube'da taqdim etilgan. Cho'l zombilari quyoshda yonib ketishmaydi. Minecraftda shisha qumdan olinadi. Qaychi yordamida qo'ylarni yungini olish mumkin. Minecraftda hayvonlarni jinsi mavjud emas. Kichkina zombilar katta zombilardan tez yuguradi. To'tilarni faqat junglida uchratish mumkin. Minecraft Amerikada eng mashhur o'yin hisoblanadi. Yuzlab dinamitlarni bir vaqtda portlatsangiz, kompyuter qochishi mumkin. PewDiePie Minecraft haqida qo'shiq aytgan. Freaking low-key that I'm underground. I got Minecraftning Instagramda 10 milliondan ortiq obunachisi bor. Minecraftda ilonlar mavjud emas. Mushuklar qanchalik balandlikdan yiqilmasin, joni ketmaydi. Creeperlar dunyoni yashil rangda ko'rishadi. Minecraftda pandalar aksirishi mumkin. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi video nima haqida yoki kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.